Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Bahodir. Ushbu videoda data analistlar kim va ularning vazifalari nimalardan iborat ekanligi haqida tushuntirib o'taman. Demak, data analistlar haqida umumiy ma'lumot berishda ularning ish tarifi, malakasi, ko'nikmasi va oyliklari haqida gaplashamiz. Ish tarifi bosqichida demak, data analistlar o'zi kim? Ular ma'lumotlar tahlilchisi, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish bilan shug'ullanadi. Demak, ma'lumotlarni muammoni aniqlashdan boshlaydi. Mijozning ehtiyojlarini aniqlash va ular orqali dashbordlar, hisobotlar va mahsulotlar tahlilini yaratish vazifalarini bajaradi. Harakatlar rejasini ishlab chiqadi. Tayyor rejani jamoaga yetkazishni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni. Bu bosqichda ma'lumotlar turli xil manbalardan keladi va shu orqali data analistlar ma'lumotlarni kelish bosqichlari, data bazalardan, fayllardan, CRM tizimlari, web scraping, hattoki API'lardan olib ishlashni bilishlari shart. ETL jarayonlarini bajarish. ETL bu nima? Extract Transform Language, ya'ni ma'lumotlarni ajratib olish, ularni o'zgartirish va yuklash vazifalari hisoblanadi. Va tayyor bo'lgan ma'lumotlarni guruhlash va umumlashtirish ishlarini ham bajaradi. Ma'lumotlarni tozalash bosqichida bilamiz, data analistlarning asosiy vazifasi ma'lumotlar bilan ishlash. Demak, xom ma'lumotlar odatda tartibsiz, noto'g'ri va tahlil qilishga tayyor bo'lmagan holatda bo'ladi. Bu yerda data analistlar foydali holatga keltirish uchun ma'lumotlarni tozalaydi. Aynan mana shu bosqichda data analistlarning 80% vaqti shu bosqichda sarf bo'ladi. Ma'lumotlar normallashtiradi va standartlashtiradi. Bu yerda demak, sana formatlari, maxsus kategoriyalarni standartlashtirish, o'lchov birliklarini to'g'rilash talab qilinadi. To'g'rilangan ma'lumotlarni keyin albatta ularning ishonchliligini tekshirish shart. Chunki ma'lumotlar qanchalik ishonchli bo'lsa, ulardan hosil bo'ladigan dashbordlar va vizualizatsiya va hisobotlar shuncha yaxshi ko'rinishda paydo bo'ladi. Ma'lumotni hisobot va vizualizatsiyalar uchun sozlash. Bu bosqichda demak, tayyor bo'lgan ma'lumotlarni SQL tizimida data analistlar ma'lumotlarni yig'ib, ulardan viewlar yaratadi. Bu viewlar asosan ularga komanda bilan birgalikda ishlashni osonlashtirib beradi. Ma'lumotlarni oson, qulay ko'rinish saqlash va murakkab so'rovlarni soddalashtirishni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni maqsadga muvofiq formatlaydi. Bu yerda dashbord formatlari, hisob-kitoblar, hisobot uchun ma'lumotlar, u yerda son, sana, valyuta va shunga o'xshagan formatlarni sozlash talab qilinadi. Kerakli ma'lumotlarni filtrlab, aynan o'sha kerakli ma'lumotlarni filtrlash orqali o'sha biznes egalariga va kompaniya menejerlariga tahlillarni ta'minlab beradi. Hisobot va dashbordlar yaratish. Demak, SQL da hisobotlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalariga ulash. Bu yerda demak, Python va R texnologiyalaridan foydalangan holatda ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalariga ulash mumkin. Aniqlangan muammoni yoritib beradigan hisobot va diagrammalar yaratish talab qilinadi. Malaka bosqichiga keladigan bo'lsak, data analistlar soha bo'yicha bakalavr darajasi yoki kurslarda o'qiganlik afzal ko'riladi. Bu yerda demak, O'zbekiston bozorida bakalavr darajasi shart emas, lekin ularga ega bo'lish anchalik ustunlik beradi. Asosan data analistlar kompyuter, matematika, statistika, analitika va shunga o'xshagan sohalar bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi talab qilinadi. Bundan tashqari, data analist bo'lish uchun ular turli xil onlayn platforma va kompaniyalarda tajriba o'tash asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu orqali o'zlarining egallagan bilimlarini yanada ham mustahkamlash mumkin. Ko'proq mustaqil izlanishlar talab qilinadi. Endi data analistlar ko'nikmalari nimalardan iborat? Bu yerda texnik ko'nikmalar bor. Ya'ni SQL, ya'ni bazalar bilan ishlashni bilish, Python yoki R texnologiyalari bilan ishlash. Bu yerda Pandas, NumPy matbuot kutubxonalari orqali ma'lumotlarimizni tozalab, bu yerda vizualizatsiya ishlarini amalga oshirsak bo'ladi. Power BI demak, Power BI orqali ma'lumotlarimizni, tayyor ma'lumotlarimizni vizualizatsiya ko'rinishida keltirib beramiz. Data modeling orqali turli xil jadvallardan bir-biriga mos bo'lgan jadvallarimizni bir-biriga bog'lab, muhim ma'lumotlarni chiqarish talab qilinadi. Excel orqali dashbordlar yaratish, hisob-kitoblarni amalga oshirish mumkin va cloud tizimlaridan bu yerda demak, AWS va Azure tizimlaridan foydalanib ishlash talab qilinadi. Va oylik bosqichiga keladigan bo'lsak, bilamiz, data analistlarning oyligi juda ham yuqori, aynan O'zbekiston bozori bo'yicha baholanadi. Ya'ni junior entry level bo'yicha 5 milliondan 8 milliongacha bo'lgan summada mid level daraja to'lov amalga oshiriladi.
Demak, o'ylaymanki, ushbu videoda data analistlar kim va ular qanaqa vazifalarni bajara olishligi haqidagi ushbu videoni sizlarga yaxshi tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying va keyingi chiqadigan videolarimizda anchayin foydali va manfaatli bo'lgan videolarni ulashib boraman. Sizlar bilan Bahodir, BMDT Academy sizlar bilan doim birga.